Әң еңі, әң сүзік, әң esil kino filmlerini көріп huzurlanmakçı bolsanız, Arzu film salonumuza qo'shib eling. Baxtni qo'g'lashmaydigan odam bo'lmiz kerak. Bizning baxtga tutgan muomalamiz, o'zimizning odamiylik fazilatimiz aniq ko'rsatib beradigan aynak bo'la olishida shak yo'q. Biz o'zimiz yashayotgan bu dunyoda erishadiganimiz bilan yo'qotadiganimizning tangponligini bilish uchun qiziqimiz yo'q. Erishish bilan yo'qotishning turmush tarozisidagi salmog'ini tangshashga sal qaraymiz. Natijada hayotning lazzati va qimmatini bayqash fursatidan mahrum bo'lamiz.
kechikib qoldingiz bro. Saqlab ketdingizmi? Shunda. Gülümsen, nursen, kalbimde parlap durgan. Şunqarın, laçınsen, köklerde pervaz urgan. Gülümsen, nursen, kalbimde parlap durgan. Şunqarın, laçınsen, köklerde pervaz urgan. Kara kaşlı güzel Cemile, yollarımda göz tükeremem. Sen benimden yirak gelmegin, yüreğimni para etmegin. Ketme güzelim, benimle senin, süymem seni, gülüm Cemile. Ketme güzelim, benimle senin, süymem seni, gülüm Cemile. Saçların oynaydı, çıkanda meyşema. Yüreğim kalbine, süygümge yok hiç amal. Saçların oynaydı, çıkanda meyşema. Yüreğim kalbine, süygümge yok hiç amal. Kara kaşlık güzel Cemile, yollarımda göz tükeremem. Sen benimden yirak etmegin, yüreğimni para etmegin. Ketme güzelim, benimle senin, süymem seni, gülüm Cemile. Ketme güzelim, benimle senin, süymem seni, gülüm Cemile. Kara kaşlık güzel Cemile, yollarımda göz tükeremem. Sen benimden yirak etmegin, yüreğimni para etmegin. Ketme güzelim, benimle senin, süymem seni, gülüm Cemile. Ketme güzelim, benimle senin, süymem seni, gülüm Cemile. Ketme güzelim, benimle senin, süymem seni, gülüm Cemile. Ketme güzelim, benimle senin, süymem seni.
Teşvik mi efendim? Şeytan. Yaxshi, yaxshi. Hemşire tuttu. Şunda hemisi dedik. Hemşire yaxshi gördü qaranglar boptu. Hemşire yaxshi gördü qaranglar boptu. Şundaqmı? To'xtab turing. Men birdan tekshirib o'tkazib olaman. Yaxshi bo'pti. Oshxonaning rangini texim yaxshi ko'rdim. Qalb. Hujraynim ko'rib baqay. Nima degan chiroyli. Qallangiz ishlaydi juma Murat. Meni bakla xo'shal qilib etdingiz. Shunda qilib telefonimni yo'tkab bo'ldim-da. Texi bayli yo'tkadim. Nomeri burunqi nomer bilan o'xshashdi-a? Albatta, burunqi. Sizni pek siyg'indim. Meni sevindingizmi yoki yangi uyni, ha? Sizni uyni hammanglarni sevgindim. Haris, opamga telefon qilib o'tay. Ma'qul. Menimcha opam hozir cho'qimla hayron qoladi. Kechiring, siz urgan telefon vaqtincha ulanmaydi. Qo'rg'onda opam uyda yo'q o'xshaydi. Qadam gurbaqay bo'lmasa. Hey? Hadamma, qanday ahvoling hada yaxshi turamsan? Ha, komandirib kirib nazarli qaytib kelishim. Muratma, uylarni shunday chiroyli qilib tutdi degina. Ha. Uy telefon qilsam opam yo'q ekan. Bugunmi? Bo'ldilar hada ozroq charchab qoptiman. Bugun o'ptaroq aram elib olay. At cho'qim sen bilan ko'rishgili boraman. Ma'qul. At ko'rishaylik. Xo'sh. Men de xo'sh bo'ldim. Uyimiz bek chiroyli bo'pti. Endi telefon qiladigan. Yana bir muhim yaqib qoldi. Qaya u? Ha? Şeytan, eskiligini qara. Bu günü meni pek sakatı. Shundaqmi? Bir kun chaqoq o'rnatib qolib. Shundaq bo'lar, ha? Voy, bu bizning yozuvchi og'aynimiz-ku. Murat adash, qanday tinchlikmi? Uzun bo'lib ko'rishmoq. Salomatlikmi yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Murat. Mening erkam. Bu chiroyli qiz kim bo'ldi ekan? İsmi Sevle, yüzü şu. Yaxshisiz.
Bo'ldi. Sizlarning yo'linglarga meni yuringlar. Sizlarning yo'linglardan qo'ymayman yana. Ma'qul. Ko'rishtiraylar. Nomer shu. Unutib qolma. Ma'qul. Voy, Zulfiyama, men Jamila, qanday yaxshi turamsan? Hay, vaqt to'shib ketdi, sizlar o'tirsizlar-ku. Voy, soatga qaramabdiq-ku. Mangayli. Qo'zg'am soda ochdi. Jiroq, qilma mangayli. O'zingizga chiroyli yashindaq yarishdi. Yangi qatnasizmi? Qizlar, vaqtinglar o'z uyga telefon urib, o'ltirib ketinglarmi? Xo'sh. Malay, cho'qim meniki. Voy? Ha? Men shu. Hajat esing kelib qoptiman-ku. Yaxshi. O'zingchi? Ha? Nima? Uygunlikka? Bir yildagi sizga qiladigan 101 turlik sovg'a. Chin ko'nglingiz bilan siz uningga siz qopsichimi? Charchab ketgan odamning qo'lini yenik o'lab berish kerak. Charchab ketgan odamning qo'lini yenik o'lab berish kerak. Bo'ldimi? O'quvchilik vaqtingizdagi o'qituvchingizga rahmatingizni bildirib, Akirtga avating. Avating. Oy, telefon. Voy? Ha? Namg'u? Ha. Ya. O'zingiz yana? Ha, yana? Yana. Oy, telefon. Ha? Voy. Bo'ldi, qo'yating.
telefonga sezgi ko'p qoldingizmi nima? O'zingiz ayangchimi? Telefonga sezgi ko'p qolsangiz, balimiz tug'ilganda telefonni qo'lingizda tutib tushimsiz yana. Menga telefon kelsa, chidamay qilyaptamsiz? Shuni gap bo'pti-da, ha? Nima bo'pti? Ayağını bilmeydi ekansiz, ha? Rasmi? Chidamas. Telefon. Telefonni elang davatman. Elanga. Oy oy. Yerim kecha telefon qilgan zoti kimdi? Ha? Telefonni elanga. Oy oy, o'zingiz ilinga. Acab uyqumni buzdi. Vay, Ajujangmisiz? Qanday yaxshi turibsiz? Sizga hali ishni joyida bejarib etdim. Sotmasat 30 ming pul olgan kirdidan, Ertaga uchun sizga yetkazib beraman. Xonimga aytgan qoni palto dalkagandi, ha? voy, efendim. Siz qaysi ajujangni deysiz? Nima? Bu kadrlar idorasidagi ajujangni uy emasmi? Yo'qsa, efendim, bu degan madaniyat idorasidagi darisiz kadrning oddiy kapsi. Abla, xato qopti. Men xato urib qo'ydim, kechiring, ha? Lanit xoshamatchi. Mushundaq chaqda telefon urib, xush xabar yetkazishga oldirganingni qara. Xiyolingda ajujangdan oladigan cho'ng-cho'ng mukofotlarni, yurakni o'yintib o'tadigan ajoyib va'dalarni o'ylagan bo'g'ayding. Mayli kim bo'l, bu muhim emas. Ammo va'da qilamanki, sen faqat qurtdek yashaydigan, yer sharini g'ajab, cho'qib, o'tni to'shiq qilib o'tadigan, Bayg'o'jamlarning tapini ostida jon saqlaydigan xoshamatchilarning biri. Vay, Jamilama? qandaqsiga Jamila bo'ladi? Qulog'ingiz gasib qoldimi nima? Ovozimdan ayolligimni farq etamidingizmi? Jamila bormi? O ishqi ketgan. Oningda bir ishingiz bormi-ti? Bu ikkimizning shaxsiy ishi. Buni siz aralashmasangiz bo'ladi. Xo'sh, avar qildimi?
nima deydi o Mavsultek? Texi Jamila bilan ikkimizning shaxsiy ishi bor deydi. O kimdi? Jamilaning xizmatdeshimidir ya. Yo'q. Bu chaqda u ishqi berib bo'ldi. Әмсі, байқы тетіқсі солтек, заты кім боғайды? О, Жәмиләні қандақ тонайды кіна? Мен аралашмасам мı болыдыған, уланың заты қандақ шәқси іші бады. Nima qilib attınız bu oyunu? Kumdanның turxunu dəkli болып ketibdi go. Həmmi yəni isləb etibsiz. Oy voy. Tamakın tas çekibsiz də. Azraq çekincimi mu? Salametlik ziyallık. Biz yaşayotgan bu dünya acayip tilsim sırlar bilan to'lgan bo'ladi. Har birimiz faqat o'zimizning samimiyligi va turmush tutgan qizg'in muomalamiz orqali bu tilsim va sirlarning ochqichini topa olamiz. Çırayınız bölekçi durdu. Necəsiniz yox mu neyme? Hə? Köңlüңüz neymini tatıdı dana, birden deyip verme. Hı? Bir iş buldu mu? Hı? Bana neyman çekilip qaraysiz? Gap qılın ha? Ha. Kız kardeş. Hele ustalığı var kızcak gel. Hazır cahanның işlerini birini dep olmaydı. Öz erдің köңlü qagan, qandaqtır xiyallar kalısı kırvagan ayallar öz erik şunçilik köyündüğün bu ketidi ki, hatta erigi bolgan samimiyetini, köyünüşünü ifadalash üçün həddidən ziyadə zoruq ketidi. Neticede o ayalmı kişiler tarafından vafadar ayal dep tonuldu. Ermo ayalının ah koçularda tınış qılap yürgününü xiyalığımı keltirmeydi danlardaş. Dana Murat, nemeyiniz ba? Murat degan bir yazg'uchi. Dana odam. O nima degan to'g'ri so'zlagan? Mana Jamila menga ajab ko'yinib ketyapti. Qaraganda
Cemile'nin qo'zig'ida rastlı cimba o'xshamamdi. Lag'man qilaymi? Tomoq yeb olganmidingiz? Ayting-a. Qo'zig'im to'q. Nerede tomoq yedingiz? Telefon geldi. Vay. Yaxshimisiz? Murat barmi? Ha. Ba. Telefoningiz. Vay. Muratmisiz? Nimandan sarangdek vaqiraysiz seni. Hiç bir küçükdek inaldan çıkamayapsınız. Sizni saqlığılı ekan. Tez bo'lmamsiz seni. Ben azaldan sizni saqlaganday eshitdim. Vay. Vay, siz kim o? Telefonni xato urib qoldingizmi nima? Siz nima? Ajab, tilingizni chaynab qoldingiz-ku. Yiliqi jin qo'lchiqqa o'xshaydigan ishingiz o'xshamamdi. Nimadan qo'rqsiz seni? Qo'rqma. Hayır gelse sizni boshqadan o'ylayman. to'la kapshima. Sen zodi kim o? Men sizning qanmaydi halqonchingiz. Bilmas bo'laolasiz. Aslida men telefon urib, kechda uchtirsaymi deganmidingiz? Tez bo'ling, fursat qaniyman. Restoranda chiqib, siz degan biror mehmonxonaning xoliroq yotig'idan birini olamizda. Kecha. Vay! Tek hiç tamakta tutuşturmamsın. Restoranda yediğin tamaklarını işitmemesi için tamaklar çıkmadı. Tez kelib qolgan bir telefon uchun mushinchilik qilib ketamsiz? Belgemlediniz. Uçuruş oralarınızı uyak şunca iniq bildiğin tursa. Tez qolgan telefon deyishdan yüzünüz qizarmadi mi? Ha? Dadlashib qo'yibsizlar. Bo'ldi, beravering. Bo'lmasa haqla meni har nima yutadi. Yo'llab yurmasan yana. Canım Cemile. Bana işinim. Ben o kızını faqatla tanımayman. Bo'ldi qiling Murat. Hamish tashqodek ayam bo'ldi. Yani özünüzü aqlashga o'rinayotamsiz. Bo'ldi, mening oldimda o'zingizni aqlamang. Siz o'qigan o maktabda, menmi o'qigan? Cemile, men Bo'ldi, tushundirman deb avori bo'lmang. Mening faqatla anglig'im yo'q. Tushundirmang, bo'lamdi. Baxtning ta'biri ustida o'ylanganimizda, baxtning mavjud bo'lish mumkinchiligi ustidami o'ylanib ko'rsak, balkim bizning baxtga tutgan muomalamizda reallikka munosib bo'lgan ahamiyatlik va xotirlik aslimini his qilishi mumkin. Unutish bilan unutilishning chegarasini bayqashga hammamiz qodir bo'lamiz. Ammo baxtning unutulish chegarasi ustida o'yinla oladiganlarimiz ancha ko'p bo'lmasi kerak.
Şoňa bizning turmuşymyzda unutilib ketilayotgan baxt aslimalari shuncha ko'p va shuncha cheksiz. İşten baldırlık qaytib kelganmidingiz? Vay, Jamila bama. sizning telefoningiz ekan. Vay, Ah canım, sizin avazınızı anlaydigan kunum keldi ekan-a. nima? 2 kun ko'rishmasak, ko'rishmagila necha asr bo'lgandek tugishib ketyapman. Qani aytanga, kuz qorlig'ichidek nega ko'chdingiz? Mana ishingiz og'risin jinim. Koni joyga qachon qadam tashlab qilasiz? Oshiqning holiga mashq etmasangmi, kar bo'lmaydi ekan. Ha? Meni bunchalar qiynaman güzelim. Tomochug'im. Bir nima demamsiz? Ya meni ishqilxonada kavob bo'lsin dedingizmi? Undaq taş yürek bo'lmang jinim. Bendisi azaplısı günah buludu. Ben sizsiz yaşayamayman Tomochug'im. Gap qilama. Vay, siz abi kim o? Ha? Siz nemi deb jo'ylayapsiz? Jo'ylasammi? Sizni deb jo'ylagandim Tomochug'im. Bu men. Men to'limadingizmi? Jinim. Bu beshini yeydigan. Tomochuk. Pah. Acayip chiroyli qismkan bu. Men sizni Jamila deb oddiyli chaqirib yuribdiman. Mundaqmi ismim bor ha? Şundan ismingizning borlig'ini biroq menga desangiz bo'lmamdi. Murat, men Tomochuk. Ben sizni hergizmi bundan atab bakmagan. Hergiz bundan atab bakmagan. Bo'ldi, ulan. Qara, Alloh. Rahimsiz ayol. Ko'z yoshi bilan erini qanchalik bechor qilib atgan-a? Jiga ayollarning erlar oldida qiyin o'tkaldan o'tib olish uchun ishlatadigan eng abjil qurol. Boshqalar ko'zini deb o'ylab qoladi.
Şu göz yaşlarga erlerning qanchalik g'ururi singan deysa. Ay, bu jahannam. Qara. Muradlı'nın sözleri nimançı horuluk. Mana, Cemile mening ko'zimni bağlaş üçün ezilib, demderdek buqulab yig'lamoqda. Ahmaq xotin da bu. Öz vaqtida mening yig'lashimni, oyiqig'i qilib, apo qilishni, tilishimni tamoq qilib yurgan bu qo'ydi bu. Shu sababdan bu tushuntirishlarimga quloq solmay, men egilgan siri tayoqda qitib olgan gap. Mana, kunlar uzun. Yig'la xotin, yuqodan chiqishi yig'la. Ammo meni ko'z yoshlarimga ishimdi deb ham xiyol qilma. Qo'lingdan kelsa, bu uyni ko'z yoshlaringga g'arq qilib et. Hammamiz sening yoshlaringda oqayli. Ammo men sana hargiz aldanmayman. Vey! Cemile mi? Çivimdek bizden neymiken sen Cumo? Kim o sen? Erkek tükün olsa telefon oraya yemey aldın mı kememse? Kechiring buralar, o'zingizni ayan. Jamila turgan yerda sizning oldingizda erkak tukumni chiqarib yursam sat emasmi? Meni tanglikda qo'yma, ha? Bu hesapni cho'qim olmay qo'ymayman. Bu eshak nasli ablah odamning uyqusini shundoqmi harom qilamsan? Sen shu mumkin bo'ldim endi. Yo kunduzi yo kechasi odamga xotirjamlik bo'lmasa, bir sho'ri qurg'ur men bilan o'chakishib otamdi ya. Nima sachilik bu? Vay. Telefonni hajab tasdi ilavatsiz qo'chini. Bilib qiling. Sizning dadingizda bu ko'zlarimdan uyqu qochdi. Murat. Sizni sevib
Murat'ның cini çaplashqa rasva. Nomus qilsangchi, yuzing nimanchi qiylan sening. Kecha bizni oy telefon qilib nima ilishing batdi? Ha? Sana nim bo'lsa shu. Sen bilan talashib o'tirgan vaqtim yo'q. Iching etish gapsimi? Chidab turib telefonni Muratga dagina. Ikki og'iz gap qilolay. Ha? Gap qilmaysan-ku. Telefonni bermayapamsa? Ha? Muratning bundaq kecha telefon ilishga vaqtim yo'q. O nomussiz buzuq. Senda ko'chib qolgan qizlarning telefonini Murat hargizmi olmaydi. Anglayapsizmi? Hay. Meni ko'chib qolgan qiz degidek sening nim solaytding ba? O'zing kim sadi? Men ko'chib qolgan qiz bo'lsam bo'lgandimi? Ammo shu ishimga chipaqliq to'nini kiyib yurib, kishilarga to'muchiq bo'lib baxmidim. To'g'ri eg'zimni g'irishlamay Muratni chaqirib. Bo'lmasa o'yitish kinlab o'zingni ko'ramaysan. Oyog'imni bir uqtimi? Kimsan? Nimaga shuncha yo'g'on so'zlaysan? Ha? Muratning sevgini az kundan keyin uning bilan to'y qilmoqchi bo'lgan bo'lg'usi ayol bo'laman. Qandaq? Mumkin bo'lsa, isfatini saqlab vaqtni kashini to'g'rilab. Bo'lmasa, keyin pushaymon foyda bermaydi. Nim bo'ldi? Uning ichingga tushib ketdi-ku. Chidamayapamsan? Vay. 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 Sizga rahmat deysan bo'g'day Murat. Ayolimizning qandaqdir biriga so'mochiq bo'lganligini sevgilingizga hikoya qilib berishga ulguribsiz. Endi bunga nima deysiz? Yo'q. Yo'q, Jamila. Meni hech qachon sizdan boshqa sevginim bo'lib boqmagan. Buningdan keyin bo'lmaydi. Bu balkim birasining qasdan chidamaslik qilib yoki bekorchilikdan ichi pushib qolgan ishi bo'lishi mumkin. Mana ishning Jamila. Meni xato tushunib qolmang. Hargiz xato tushunib qolmang. Mana, o'ptala tushunyapman-ku. Navana, siz zerikib boshqa birini yaxshi ko'rib qolgan. Bu so'z ochiq ta'bir. Bunda o'yin o'ynab yurgich. Sizchi? Siz nemishki demaysiz amsa? Murat. Benim endi chidoqchiligim qolmadi.
ishonch qolmabdi. Biz qandaqmi bir o'tishayapmiz. Bana işini var. Bana işini var. Ajrashib ketaylik. Әң yeni, әң süzük, әң esil kino filmlerini körüp huzurlanmakçı bolsanız, Arzu Film Salonumuza koşuverin. Cemile'ge şuncha yolvurduq, faqatla unimidi. Hey, qaraganda onun dilini bekler eniştipsiz Muratcavka. Şu emasmi? Bichara Cemile şundaq ezilib yig'ildiki, ig'zida biray ig'z gapni aniq anglayolmay ketdik. Yoshlik deganda bir-biriga akilishib, sho'xlig'iga bas kelanmay, yo undaq, yo bundaq tegishlar degan doim bo'lib turdi. Eng yaxshisi siz erkishi bo'lgandikin qo'sqingizni kengroq tutib, o'zingiz bir qatim berib kelmasangiz bo'lmag'idakchimi? Shuda Cemile'ge bekli ko'nib qatganmiz, uning yo'qligi bizga bek bilindi. Bo'pdimsa. Sal vaqt o'tsin. Cemile'ning achchig'i yonganda qaytirib kelsam bo'ladi. Mayli. Sizlarni avara qildim. Yo'qay, biz mang'aylamsa.
Cemile. Oy. Kechir. Hech qisi yo'q. Turmuşumuzdaki xo'shallik, turmuşumuzdaki azap, turmuşumuzdaki kulki ham yig'i deganlar unchalar qo'rqinch tutmaymiz. Eng qo'rqinchligi bizning ularni qabul qila olishimiz yoki qabul qila olmasligimizdir. Biz baxtni o'zimiz yaratamiz. Shundoq ham o'zimiz vayron qilamiz. Baxtni yaratganlar hayotning va turmushning xo'jayinlaridan bo'lish sharfiga erishsak, baxtni vayron qilganlar baxtsizlikning mangulik xo'jayinlari bo'lish sharfiga erishimiz. Mana bu biz odamlarning qismati. Ha? Bizning kelgusida cho'qim baxtli oilamiz bo'ladi. Rasma? Rost bo'lmaysiz, ishonmamsiz? Ishonaman Jamila. Bizning tega yana nurg'un bolalarimiz bo'ladi. Tega bir muncha bolalardan tushib ketganini qara. His qilinmi? Balasiz uy mazar degan gap bor emasmi, jinim? Qani u baxt. Bu oila shu tap qari qo'yun vayron qilayotgan o't chöp dövsidek parakanda. Buningga nima amal? Kelgulik boshqa kelganda o'zingni nega qochira olaysan? Men Jamilani chin dilimdan suyman. O'mi meni qavatli yaxshi ko'rdi. Ammo bo'lib o'tgan ishlarni bir-birimizga tushuntirib bermaymiz. Bir materialda tumuchiq chiroyli bo'g'ini bilan qo'lga o'rganmaydigan qush u juftiga bek sodiq deb yozilibdi. Ammo Jamila qo'lga o'rganibdi. Kimlarningdir tumuchiga bo'pti. Bu dardga chidash mumkinmi? Mağımın telefon kelyapti. Mağın telefon qilgan zodi kimdi? Ya bir adalda telefon nomerini xato yozib bergan bo'lsa, bir nima dadida sarang olgan o qanjoq arnumuzni qayirib qo'yib, telefon urotandığandı. Texi Jamila bilan tang turishlarcha uni. Qiziq ish. Jamilaning birsiga tumuchiq bo'g'inni u kimdan oldigilar? Neymişki tep tatmay onun yüzüge salıdığandı. Bu küllerin ayğı emdi kıyarın çıkan ki. Ah, yaratkan iyi. Gülüm sen, nuru sen, kalbimde parlap durgan. Şunqarın laçın sen, köklerde pervaz urgan. Gülüm sen, nuru sen, kalbimde parlap durgan. Şunqarın laçın sen, köklerde pervaz urgan. Kara kaşlık güzel Jamila, yollarımda göz tükeremem. Sen benimden yirak gelmegin, yüreğimni para etmegin. Ketme güzelim, benimle senin, süymem seni, gülüm Jamila. Ketme güzelim, Murat, sizga zodin nima bo'ldi? Zehningizni yig'olmaysiz-ku. Qara. Bu jadvalni yana xato to'shqizibsiz. Kechiring, rostli xato bo'lib qopti. Bundaq ish bo'laversa qanday bo'ladi? Sizning zehningiz xeli o'tkirdi-ku. Bundaq ish ilgari faqatli ko'rinib boqmagan. Buningga diqqat qilay. saçların oynaydı, çıkanda meyşema. Yüreğim kalbine, süygümge yok hiç amal. Saçların oynaydı, çıkanda meyşema. Yüreğim kalbine, süygümge yok
hiç amal. Qara qaşlıq güzel Cemile, yollarında güz çıkar hemmem. Sen menimden yirak ketmegin, yüreğimni para etmegin. Ketmem güzelim, menin eselim, süymem seni, gülüm Cemile. Ketmem güzelim, menin eselim, süymem seni, gülüm Cemile. Şamallar uçar şu gün şu her gece, yollarınga qarayman bugün bu her gece. Kerak emas bana şirin soğuk şamallar uçar şu gün şu her gece, yollarınga qarayman bugün bu her gece. Kerak emas bana şirin gündüz gün moment üçün okşaş zulmet gece. Unuttun mu yar beni, niçin ayrı gece? Soğuk şamallar uçar şu gün şu her gece, yollarınga qarayman bugün bu her gece. Kerak emas bana şirin söz.
yaxshi o'tirdik. Tamakang bamu. Çakmak bakmaklı badın. Çektirmemse balangza. Mana hamma narsa bor. Aka. Le oxo. Akaga navoy. Saytın xili bo'ladi ekan-a? Yoshmasa, chiqra. O'tkila buni. Mamamdu ya bu saytın. Gel aktarıp bakayım. Apa telefon yok mu? Vay Allah burun soyulup boğan piyazken bu. Kiteyli boldu. Ketdi. Jamila, ha? Sizni bir chaqiryotidu. Kimkan u? Chiqqanda bilasiz, sir saqlayotidu. Ha, ma'qulamsa. Bu yekkep qapsiz o. Sizni ko'ray deb keldim. Qo'shnilar sizni bek so'rab ketyapti. So'rimiz baribir. Tutunning achchig'ini mo'ri bilimiz kim biladi? Mening dardimni kim tushundi? Ularning chirig'i o'zlariga yonidi. Mana men tushunaman. Men obdan tushunaman. Yo'q. Siz hargiz tushunmaysiz. Siz faqat kimdir birisining menga telefon berganligini tushunasiz. Jamila. Menga ishonmamsiz? İlgili işaret. Erkek kalktı. Ki? Hazırçı Jamila. Ben bu sualdan bek korkuyorum. Bekli korkuyorum. Şunu uyga kayıtıp ketken mükemmeydi. Jamila? Bo'ldi. Qaytib keting. Bu nima qilganingiz Murat? Siz nima ishlashyapsiz? Unda qilma. Siz hozirda emas-ku. Yo'q. Men hozir o'lib ketayotgan baxtim uchun hozir ichyapman.
deyman. Undaq deyman. Qarsam o'zingizni bekil tashlab o'tibsiz. Bundaq yuraman. Kiyimlaringizni almashtirib yuring. Bundaq yursangiz ranjib qolaman. Bir-biriga ashaddiy raqib bo'lib ketgan. Ayolning ko'nglida yaxshi o'tgan kunlarning mehri qoladi, Jamila. Biz bir-birimizga qancha chidgan raqib bo'lganimiz yo'q. Ilgari biz qanday baxtli edik. Buni bilamsiz? Bilamsiz? Hozir biz arzimas ishlar uchun hijron azob tortyapmiz. Ashu yaxshi kunlarimizning hurmati uchun bo'lsa-mu qaytib keling bo'lamdi. Lekin biz o'tinib qolay, Jamila. Birga ketaylik. Jamila. Bu uy sizning qo'lingiz bilan tikiladi. Mening yerim ko'nglim illiq mehringiz bilan to'ladi. Buni bilamsiz. Voy, kimdi? Men qarab baqay. Yo'q, men chiqay. Bo'ldi, siz o'tiravering. Men ochay. Tenigan qarsam zonqalar suzdakka ichirqab qapti. Bir dasta kelib kelgan edi. Uydan bir megijinning ovozi anglandi. Kirishni afsuslaydi. Ati gul bilan siz ko'yga kelaman. Uyingiz
Ağzını kösep gel ekegenma. Bu... Ben... Siz ne kapınız mimancısında? Şimdi bu aşkınız bilen didaklaşıp durup mu? Yani benim aldımda hiç kıyafet kırvadınız neyse, Cemile. Kendin beri bu öyge bir kişinin mu? Kırıp bakını yok. Emsi bucu, mavcu, bunu kandak şerdirsin, eğitime. Bu neymi yaptı? Bizim taxtimizga çaqçaq qilib o'tgan zodi kimdi? Cemile! To'xtang Cemile! 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 Murat, siz yenmeymi demekçi? Ben özümün nemi deyişimni bilmeymen. Bırak turmuşumuzun. Bundaq sebepsizla veyran bo'lishini xolamayman Cemile. İngilizceniz? Sebepsizler. Boşuna sebep olamam bir de. Bu işlerini deyman Cemile. Bu işlerini ben keltirip çıkamadım. Emsi ben keltirip çıkırıptım ben de. Oldu kılaylıyım Murat. Siz bu tekli tanglıştı kavgudeksiz. Turmuş degen şundaq bolsa. Ben köp şıqlap, ağzımdan ketkideyman. Bel qo'yib etdingiz shundaqmi? Qara, Cemile. Bu ikkimizning turmushi. Bu uy bo'lsa, ikkimizning uyi. İkimizin cenneti, ikimizin dünyası. Onu asraş, onu kadirleş. Hem qoğdaş ikimizin işi. Eğer bayram kılış doğru gelse, bu iş ikimizin koludan gelir. Lekin biz öz razılığımız bilen onu söyüşke, kadirleşke, asrashqa tan qadam bosgan. Endilikda siz turmush meni charchitib, halsirtib qo'ydi deysiz-ku. Shundoq. Shundoq. Biz turmushga tan qadam olgan. Mening bu turmushni sevgim yo'qmi? Kadirligim, astrog'im, qo'g'dag'im yo'qmi? Lekin ilk xat gul. Bo'ldi qilaylik Murat. Ben asıl charchadim. Cemile, turmush asli biz tarafda. O bizning jangohimiz emas. Bizning dushman, raqibimizmi emas. Bizni mushohlig'i tushirib qo'ygan. Bir-birimizga tushuntirishga amalsiz holga tushirib qo'ygan. Ashu nejiz telefon
Ben aniqlab baktım. Lekin o aniqlig'i bo'lmaydigan, nomeri chiqmaydigan necis telefonken emasmi? Bırakma. Bugün kişini qanday tushuntirsiz? Ben bayaqdan sizga nima dedim? Bu birisinin o'yin ekanligi chiqibdi turmamdi. Bayaqdanqi ishlar meni sizni bakrak azobla otidi. Buni sizga tushuntirishga amalsiz qilyapman. Shuni bilamsiz, Jamila. Yani şu nomeri yok telefonken. Vay? Ben bir ev vaxtını verip kapıda şeyinlik. Seyhanıp gidip bağlan edim. Onu yolu silip tutmam telefon kılarsız. Deyim ben acayip hayacan içinde Cemal. Degen sözünü başka yönetmeyim. Elim bu ne? Namaz kılmaydık Allah. Işkılıp kim bolsan, qaysı naahli bolsan, acep joyida keltirib atsan, ha? O kimdi o? Acep tanışlısı mı o? Elik telefon ne? Hey, bu benim Ali mektepteki sağdışım, hem ağinem Tursungu. Gül kız. Ha, yaxshimisiz? Qin oldim. Siz bilan bir mo'ng'chilgan yagiyatdi Murat. Obdan uchrab qoldingiz. Qanday vaqtingiz bormi? Bor. Men ishongan tog'da kiyik yotmabdi degan maqol ta'sirining ma'nosini sizdan tepib Murat. Ayting, nima qilganingiz bu? Do'stim Jamilaga nimachi qilasiz? Onun ko'z yoshlaridan daryo yasab, beliq boqay deyotam sizga. Yo'q, Gül kız. Bu ish hargizmi sizlar o'ylagandek undaq ish emas. Siz bu menga ishonmamsiz? Bir mo'rdan tutun chiqagan odamga ishonch ato qilmay turib, mendan ishonch talab qilishga nima haqqingiz bor, Murat? Men Jamilaga ishinaman, do'stimga ishinaman. Ben qanday qilsam, ondan sizlar menga ishondigansizlar. Men shuncha ujmi ko'ngil odamman. Buni vicdaningizga so'rang. Bu jahonning erlar nima bo'lib ketadi ekan tang, qarshi shuncha muloyim, qoidalik, ammo hadis samonotigidan suzib ketayotgan. O kimdi? Yeraqa alvas tushumudu. Ailemizin kuşcanlıkları bulmakçı olan bu alvasdan bir kör bakıcı.
Men nimalarni o'ylab ketdim. Men uningga ishonishim kerak. Bu hargiz mumkin emas. Mumkin emas. Oy, Kamal, kira. Oy, qanday ahvoling? Qanday ahvoling? Salomatliging yaxshidir, ha? Yaxshi. O'zing qanday turyapsan? Yomon emas, adash. Qani, o'tir, ha? Nimanda qumga tushgan yingidek yo'qolib ketgan desam, hujjat o'visi arsida qolib ekansan-da. Hujjat deganni qatirib ko'rib, bir o'siday debsan-da. Nim deganing bu? Hujjat ko'yimga o'sidigan ish nima ekan? Odamning aqli yetmaydigan neni ishlar bo'lyapmandi hozir. Qani, ayta. Meni bu yerga bir ish bilan izlab kelganmisan? Ras, seni kechdiki bir o'ltirishqa chiqlab kelib edim, og'ayni. O'ltirishqa? Shundaq. Buni bir hisobda sening ziyofating desak ham bo'ladi. Biz bir necha savaqdash sana hamroh bo'lib, ziyofat ichimiz shu. Mening ziyofatimmi? Buningdan hajab, mening xabarim yo'q ekan-ku. Mana hozir xabar topding-ku. Sizlar rastli o'ltirish qilmoqchimi? Ha. Endi tushundim. Sizlar bir qanchinglar mening nomimda ustal buyurtib, meni yiqitmoqchi bo'psizlar-da, ha? Sening rastli xabaring yo'qmi? Ziyofatning gapini sening og'zingdan anglayapman mana. Ha, endi bildim. Bu yozuvchi og'aynimiz Murodilning o'yini ekan-da. Murodilning o'yini? Astag'firullah. Eshikdan kirgandan buyon taq-tuq so'zlayapsan. Men hech nimani tushunmay qoldim-ku. Nimali gap bo'lsa, mening beshimni qaymoqtirmay. Ochig'ini davamamsa, uningsizmi mening tatiyotgan dardim oz emas. Buning nersiga chidayolmayman. Sening rastli xabaring yo'q ekanda. Murodil inoq oila, baxtli turmush va hozirgi zamon aloqa qurollarining uninga olib keladigan ba'zi bir ziyonlari ustida tadqiqot olib berib, bir kitob yozgan ekan. Asri bitibdi. Bugun shuning cheyni ichadigan ketgan. Anglasam, sizlarning oilami bu kitobda bormish-ku. Ha? Murodil bu kitobni yozishda sizlarning shaxsiy oilanglar ustida tadqiqot olib berib, ba'zi bir chaqchaqlarni qilamiz. Qog'inini kashdi bilamiz-ku. Soat 5da Tumaris restoraniga marhamat. Murodil shunday degan. Jamila. Demakchi. Siz bilan paranglashmasam bo'lmaydi. Jamila. Hamma ish oydinlashdi, sir yeshildi. Men bu ko'ngilsizliklarning tagiga yetdim. Yana nima hikoya to'qaydavotsiz, Murod? Men sizning qazningizga chiq qaynab ketdim. Shu chaqcha. Nima deb o'ylagan, qandoq tushungan bo'lsangiz, mayli. Siz haqliq. Chunki men sizga siz qoyil bo'g'idek sabab ko'rsatib beramadim, Jamila. Bugun gapimni anglamasangiz bo'lmaydi. Bu bizning taqdirimizga, oilamizning kelgusiga munosabatli cho'ng ish. Cho'qim gapimni anglashingiz kerak. Shundaqmi? Yağış qazandı birli qitim osh pishadi. Ondaqda. Qani so'zing. Siz mening hiliqi Murodil degan sog'dishimni taniydigansiz? Murodil? To'g'ri, yozuvchi sog'dishimchu.
Nima qurasma? İşenmisiniz. Siz hazırlap restoranga başlap barasiz. Assalomu alaykum. Voy, alaykum assalom. Kenadir. Qani o'ltiringlar. O'tiringlar. Kechib qolding-ku. Yo'lda azroq ayol bo'lib qoldi. Davomli o'zingga qo'shilib yuradigan nima bo'lsan, ha? Ey, Murat kelmadi-ku. Savaqdoshlar orasida birdan-bir baxtni topqani shu ikkisi edi. Endi ular ko'z tekkandek ish bo'ldi-ku. Qo'rimizni ag'ach o'tiringlar. Gül qizlar anglashimcha bir noahli ularning turmushiga so'qchilik silib o'tqizakmish. Hadis telefon berib, qani. Ag'ach o'tiringlar. Ustam, musha to'xtadi. ma'qul. Kinolamsiz? Qaysi qoldi? Avni beraman. Ha, ma'qul. Qancha? 50 kun. Ha. Aldыңызмы? Gaplar basqan kunlarimizni unutib, turmushimizni qaytadan boshlaylik. Men sizni so'ymayman. Ben sizga ishonaman. Seni suyman Murat. Rahmat. Bugun meni bashla xushal qilyapsiniz. Agar siz to'g'ri topsangiz, men bu gulni bizning vaqt azobimiz badli kelgan shu asarning avtori so'q qilsam, ranjimaydigansiz. Ranjimayman. Ustam, Tumaris qayda? Ma'qul. Ha, qani. Kenaman. Qani, og'inlar. Quloq selinglar. Bugun ajoyib bir qutlug' kun bo'pti. Do'stimiz Murodil nihoyat ko'p ajr bilan Bo'ldi, qaytirma. Rahmat. Boshindaq cho'ptimda ikkisi o'chirsin, nega yaxshi bo'ladi? Şuna ağaynilar. Qo'limdagi bu tunji romkini og'aynimiz Murodilning shon sharafiga ko'tarib olsak qanday? Qani, qo'sha. Ko'taraylik. Qani, ko'taraylik. Tahrir qilinglar. Assalomu alaykum og'aylar. Salomatliginglar yaxshi turgan. Tabriklaymiz Murodil. Asrangizning fikrini anglab sizga xush bo'ldi. Rahmat sizga. Oddiy bo'lsin, qabul qiling. Sizga muborak. Rahmat. Bu mening g'ururimning so'g'isi. Bu mening bu dunyodagi egam Muratning oldidagi. Uning ko'nglidagi poklik izzatimning so'g'isi. Eg'ir olmay qabul qilasiz.
agar ranjimasanglar, bizning vaqtlik azobimiz badaliga bitib chiqqan bu buyuk asarni suyimlik ayolim bilan birga ko'rib chiqay deyman. Kechiringlar og'inlar, kayfiyatinglarni buzib qo'ydim. Buningdan keyin mening turmushimning har bir daqiqasimi intayin ma'nilik, intayin ko'ngillik, intayin baxtlik o'tadi. Kechiringlar og'inlar, kayfinglarni buzib qo'ydim. Biz mangdiq. Jiring Jamila. Bu ben Onun adayla iqri kelgan o'xshaydi. Bu qanday o'g'lamdi? Men saqlab turing. men asli bu men o'ylab baqsam og'inlar, bir ishni xato qilibman. Bu kitobni ko'rishga ketgan vaqtimni yanala turmushimga beray. Bu kitobni turmushni qadrlamaydigan nadonlar ko'zi bo'g'idek. Endi şunuz tekkendir. Ha. Muradil. Ay, telefonni siz eling. siz asıl zamanda. Ay, uxlagan. Kimdi o bu? Voy, kim o? Kim o? Men Sarla. Kimdaysiz bu? Bugun nimandaqlardingiz turmaysiz qadrligim. Men sizning asringizdan bitib chiqqanlik uchun o'zimni sizga yana bir qatam sovuq qilib saqlab turg'ili. Ne vaq? Hey, kimga? Xata urib qo'ygan o'xshaydi. Xata urib qo'yibdi? Xata urib qo'yishda shirin gaplarni qilamda? Yo'q, men rost tonimayman. Besini dayif. Voy, nima daqilasan? Yo'q. Bak, kimni angla, men rost. Men uni tonimayman deyman. Güzel Jamila. Bak, kimni? İsteme. Yo'q. Hey, vallahi o'g'lim sert turdi. Hey, bak qo'shni anglasa. Sen menimden yirakkanmigin, yüreğimni para etmigin. Ketme güzelim, menin esenim, süymem seni, gülüm Cemile. Ketme güzelim, menin esenim, süymem seni, gülüm Cemile.